Benim mevzuyum Uygur tadqiqotidagi yengilliklar degan mazmun. Buni qo'lga maqsad xalq Uygur haqida o'sha vaqtcha qilingan tadqiqotlarni bir baholab beqishni maqsad qilib, xalq Uygur tadqiqotida oldin biz bu tarjimali haqida to'xtalib dastlabda tercümalar kelsak, tercümalar mundaq məslini bayan qıdım mən. Abdülxalıq Uygur'ni 1923 yıldan 26 yılgacha Rus Sovet İttifaqıda, yani Moskva Emgekçiler Kommunistik Üniversitesi'de 3 yıl okugan degan bir gap var. Men şunun bilan bunun rast yalğanlığını ayırıp beqish uchun izlendim. Izinib oxiri shu Moskva Şərq Əmgəkçilər Universitetiniki eyni vaqtda Uyğur diyarıdan o'qish qabul qilgan, qabul qilmaganligini aqtudim. Aqtusam 1927 yilgacha Moskva Əmgəkçilər Universiteti Uyğur diyarıdan o'qish qabul qilmabdi ekan. Shu bu yolg'on ekan. Bu birinchi yolg'on. To'qilgan Abdulxaliq Uyg'ur to'qilgan tuhmat. Abdulxaliq Uyg'ur Moskva Şərq Əmgəkçilər Universitetini o'qimagan ekan. O'qigan o'quvchilarningki soni 12 ekan, shu chog'da o eşkinin içinde 7 Uygur iken, lekin 7 Uygur O'rta Asiyadan qabul qilingan Uygur iken, bizning vatandan qabul qilingan emas ekan. Bu birinchi yolg'onni isbotlab chiqdim. Buning o fransiyalik tadqiqotchi Rus arxivlaridan mushuni ayirib bir maqola yozib ekan. Shu maqoladan tepkining nemisini qildim. Bu birinchi yolg'on bo'ldi. Ikkinchisi Abdulxaliq Uyg'urninki asarlariga kelsak, Abdulxaliq Uyg'urning asarlarida Nemenin təsiri var, Lermontov, Gorki'nin təsiri var deb Abdulxaliq Uyg'urning bir she'rida uchragan Boran so'zini Gorki, Maksim Gorki'ninki Boran qush qo'shig'iga o'xshatib tahlil qilibdi. Lekin ikkisining davatgan Borani o'xshamaydi ekan. Maksim Gorki'ninki men tahlil tamsil qilgan bo'lsa, ya'ni vakillik qilgan bo'lsa, inqilobni. Abdulxaliq Uyg'urninkida u inqilobni tamsil qilmagan ekan Boran. Yani ikisi gapgan. Fakat Boran degan bir so'zni tep var. Şundan bu Maksim Gorki'nin Boran qush qo'shig'i Abdulxaliq Uyg'urninki asarlarini o'qishdi. Yani Abdulxaliq Uyg'ur Maksim Gorki'nin ta'siri uchragan deb tanishni bilan Maksim Gorki Sovet Ittifoqida sotsialistik realizm deydigan adabiyot metodiniki qo'llovchisi bo'lganligi uchun shu bilan Abdulxaliq Uyg'urni sotsialistik realizmniki tashabbuschisi hisobiga kirgizish uchun bunda uydurup çıkılgan gibi gel. Ondan Abdulxaliq Uyg'ur eserlerdeki ideyalarga kelsak, ideyani bu Jungu edebiyatida bo'lingan turlar bo'yicha tahlil qilgan ishkan. Jungu edebiyatida bu 49-yildagi burungi edebiyatni demokratik edebiyat deydi. Ondan bu demokratik edebiyatta realizm ve romantizm birleştirilgan deb tushundirdi. Abdulxaliq Uyg'urning she'rini shu realizm bilan romantizmning birlashtirilmasi deb tushundirgan. Lekin Abdulxaliq Uyg'urning asarlariga qaralgan bo'lsak, romantizmning alomatlari din aksicha butunlay realizmning alomatlari asos o'rin turdi. Bumi Abdulxaliq Uyg'urningki she'rlari berilgan baho emas, Jungo edebiyotidagi 49-yildan burungi edebiyatlar berilgan bahoni Abdulxaliq Uyg'urning asarlariga tahlil qilib shuni ichiga solib qo'ygan bir masala. Ondan Abdulxaliq Uyg'ur kimning ta'siriga uchragan? Abdulxaliq Uyg'ur kimning ta'siriga uchragan degan masalada buni Gorki'ninki ta'siriga uchragan. Ondan başka Lermontov onun ta'siriga uchragan degandek bir nimalar bor, degandek bayonlar bor ekan. Aksicha biz Abdulxaliq Uyg'urninki bu bolalar uchun yozilgan bir bolalar kitobining rasmlari bu Abdulxaliq Uyg'ur kimning ta'siriga uchragan degan masalaga kelsak, biz Abdulxaliq Uyg'urning she'rlarini tahlil qilgan bo'lsak, Abdulxaliq Uyg'ur bizning endi Olimjon akamiz deb o'tgandek Abdulla To'qayning ta'siriga ham uchragan. Masalan, Abdulxaliq Uyg'urning shu Bardur degan she'ri, Bardur adiblik Abdulxaliq Uyg'urning bu she'ri dal shu Abdulla To'qayninki
bizni o'rinsiz yomonliklar degan bu she'rga o'xshaydi. Raditdan tortib shu qadar o'xshashimdi. Shuna bo'ylab Bakardin Abduxoliq Uyg'urni Lermontov Gorkiyga o'qishib qo'yish yoki shuni ta'sir o'xshagan deyishninki asos yo'q yani she'rlarda. Andan ikkinchisi Abduxoliq Uyg'urningki bir do'stining ma'lumoti bor Abduxoliq Uyg'ur va uning adabiyotimizni o'rnagan kitobda. Buningda Abduxoliq Uyg'urningki shu do'stiga Namık Kemal'ninki ikki misra beytini o'qib berganligini va Namık Kemal'ninki ta'rifini o'qib berganligini yozadi. Biz buningda Abduxoliq Uyg'urning Maksim Gorkining emas, aksicha Namık Kemal'ninki ta'sir uchraganligini faraz qila olamiz. Ondan Abduxoliq Uyg'ur she'rlarida Fuzuliyni ko'p tilga oladi. Bundan biz Abduxoliq Uyg'urningki Fuzuliyning ta'sir uchragan deyamiz. Ondan Abduxoliq Uyg'ur she'rlarida 70% aruz vaznida yozadi. She'rlarninki ko'pinchisi g'azal. Unda bo'lgan ekan bu g'azalchilikda hammalarga ma'lum Navoiy eng tanilgan kishi. Shu biz Abduxoliq Uyg'urni bu she'riy shakl jihatdan Navoiyning ta'siriga uchragan deymiz. Agar biz buni Lermontovning ta'siriga uchragansak, Lermontovning she'rlari Uyg'urchaga tarjima qilinmagan Abduxoliq Uyg'ur davrida. Ikkinchisi Lermontovning she'rlari tarjima qilingan taqdirdami barmoq vaznida tarjima qilingan. Aruz vaznida emas. Endi Abduxoliq Uyg'ur agar Lermontovning ta'siriga uchragan bo'lsa, o'sha adabiyotniki she'rlari barmoq vaznida bo'lishi kerak. Aruz vaznida bo'lmasi kerak. Lekin Abduxoliq Uyg'urning she'rlarining 70% aruz vaznida. Şuna biz Abduxoliq Uyg'urni bu jihatlardan Rus adabiyotining ta'siriga uchragan emas, aksicha Abdulla To'qay, Namık Kemal va Fuzuli Navoiylarning ta'siriga uchragan deb hukm qilamiz. Ondan mening maqolam o'shagicha, ondan men Abduxoliq Uyg'ur va bugun degan tema yozmoqchidim, qarsam bek cho'ng tema ekan bu. Shu ma'ni kichikroq qilib buni yozdim. Asli yozilgan buning kengroq qismida bunday bir masala bor. Masalan, Abduxoliq Uyg'urningki Bordur degan she'ri 1947-yili Şinjan gazetida e'lon qilinib chiqqan. Abduxoliq Uyg'urning she'rlari ichida eng burun rasmiy matbuotda e'lon qilingani Bordur degan she'r ekan. Ondan kelsak bu 80-yillardan keyin yana e'lon qilingan ko'proq jurnal e'lon qilingan she'ri Enju Bordur degan she'r ekan. Ama bugün qaytib kelsak, Abduxoliq Uyg'urning she'rlarining Uyg'urcha tarjima qilinganlari ichida Bordur degan she'rining 2 xil xanzosh tarjimasi bor ekan. Boshqa she'rlarning bir tarjimasi yo'q, lekin Bordur degan she'rining 2 xil tarjimasi bor ekan. Shuning bilan men buni keyin yana izlab baksam, 2015-yili bizning bu ishga o'qiyotgan Uyg'ur bolalar orasida nihoyat zo'r bir munozara bo'ldi. Bu munozaraning ismi dal Abduxoliq Uyg'urning she'rining ismi. Bordur degan she'r. Bunu xanzochaga "Vomindir biydan" deb tarjima qilib, mush to'g'risida maxsus to'rda bolalar munozara qilib chiqib o'tgan Uyg'ur bolalar, xanzocha o'qigan Uyg'ur bolalar. Ham nima uchun Abduxoliq Uyg'urning bu Bordur degan she'ri 47-yilda turli matbuotda berildi. Undan keyin ko'p jurnallarda e'lon qilindi. Undan keyin hatto bu xanzocha tarjima qilinib, xanzocha o'qigan Uyg'ur bolalar o'rtasida munozara bo'ldi. Bu masala Abduxoliq Uyg'ur va bugun degan masalaga yuzlanganimizda bizga bir to'g'ri keladigan qillimizga tarallam tegadigan masala. Nima uchun Uyg'urcha o'qigandan tortib, xanzocha o'qigangacha, nima uchun 47-yildan tortib hozirgacha Bordur degan she'ri eng ko'p o'ttirib chiqdi desak, buningda bir masala endi odatda mustamlikka ostidagi agar bu reallik o'zgargan bo'lsa, bu she'r meni hech tahlil qilmaydi. Masalan, Abdulla To'qayninki men bu bizni bu Bordur degan bu she'rini izlab baksam tatarchada o kadar yaygın emas ekan. Endi Abduxoliq Uyg'urning Bordur degan she'rida tatarlarsa o kadar yaygın emas ekan. O kadar ilgi chekmabdi tatarlarniki. Endi nima uchun tatarlarning ahvoli o'zgarganligi uchun, tatarlarning Bordur da'vatqandagi ahvoli o'zgarganligi uchun bu she'rga bo'lgan ehtiyojmi ozlabdi. Bizning Bordur degan she'r bo'lgan ehtiyojimiz 100 yil burun davom qilgan bo'lsa, hozirgacha davom qilib ketdi. Undan bu she'rga bo'lgan ehtiyoj davom qilgachqa, bu she'r har xil tillarga tarjima qilinib, har xil tillardagi Uyg'urlar orasida munozara bo'ldi. Ham buning masalasi bo'lgandi. Buni bir o'ylash kerak. Ya'ni she'rdagi holat, she'rdagi idea, she'r o'tirib qo'ygan aksariyatga mazmun degan reallik o'zgarmaguncha, o she'rninki obyektidagi ahvol o'zgarmaguncha, bu she'r ham shunday davom qilish kerak ekan. Endi Abduxoliq Uyg'urning she'rlarida yana bir mazmun
bu aynı vakitteki cedidçilik, yani Abdülhalik Uygur'un Pəniği Mansak közü içip kafir cedidde pargışır diyen bir mısra var. Bu mısrada biz bunun bir nersi biliriz, Abdülhalik Uygur'un cedidçilik gibi. Yani cedidçilikte Uygur cedidçiliğinin kılgan işi izçil bir xil izçilik ekan. Mesela meyli Abdülkadir Damullam olsun, meyli Abdülhalik Uygur olsun, meyli Memtili Efendi olsun, bularning şiir yazıştaki maksidi halkını uyg'otish. Ondan yeni bir vasıtası, yani cedidçilik, ikinci vasıtası var. Yani İsmail Gasprali'mi 1884 yılı Kazan'da yeni cedid mektep açkan. Onun izlenmeden Memtili Efendi'mi Kaşgar'da Atış'ta mektep açkan. Ondan bu cedidçiliğin izlenmeden Abdülhalik Uygur'mu Turpan'da öz ailesinde mektep açkan. Bu birisi. İkincisi, cedidçilerin ortaklığı neşriyetten çıkmış olduğunu bular. Yani İsmail Gasprali tercüman gezisinden çıkargan. Memtili Efendi şiirlerini ilan kıygan neşriyeçilik bilen. Abdülhalik Uygur'mu Turpan'da neşriyeçilikten şoğulluş için Rusya'nın basın başını sekilip Turpan'da kılamağın işini, aynı vakitteki yalnızlaşın hükümeti yol koymağı bu muaşı Abdülhalik Uygur'unki cedidçilik'nin bir varisi vatandaki teşebbüs sikerliğini bilip beteliyimiz. Ondan aynı vakitte cedidçilik hareketinde İsmail Gasprali'ninki bu kolu tutkunu, yani bilimni zamanı medres marif bilemez, zamanı marifini güdüş. Şunun katarında dini marifini zamanı marifini güdüş diye bir iddiası var. Yani usulü cedid diyen usulda. Hem de Abdülhalik Uygur şu vakitte ve Memtili Efendim şu vakitte bu dini marifini zamanı usulda okutuş ibaret dediğini oturup koygan. Hem de neyim için Abdülhalik Uygur'un hazırlık bu kıymetini muhimler bilimizse dini marifini zamanılaştırış, yani zamanı şekil değişmek meselesi Uygurlar ağır çalınmayan mesele. Biz ağır çıklanmayız bunu. Vatandaki yerastı marif, Türkiye'de yerastı marif. O hoşeş. Hem de Abdülhalik Uygur neyim için yazdığında olsa Abdülhalik Uygur'un şehirlerinin yazdığı Uygur reallığının özgermeyenlikten bolgan. 100 yıl burun reallık kanda bolsa, bugün reallık şunda bolganlık için Abdülhalik Uygur yazıldı. Abdülhalik Uygur tenkit qilgan mazmunlar bugün çalınmaganlık için Abdülhalik Uygur yana yazıldı. Abdülhalik Uygur amalga oshirolmagan marif bugün yana amalga oshirmaganlık için yana yazıldı. Şunun Abdülhalik Uygur yazıldı, lekin yazılış bir adamga bir azaptın derek verdi. Nima desa, asl bu reallik o'zgarish kerakdi. Menimcha men Abdülhalik Uygur'un she'rlarini yodlanmasligini umid qilaman. Nima ishqa reallik o'zgarsin, oltin o'zgarsin. Tugadi.